Hurmatli vatandoshlar, mana hozir shu kunga kelib, men yoshim bir joyga borgan odam, davlatning rahbarlaridan, davlat rahbar deganda Mirziyoyev Shavkat Miromonovich shu vaqtda bo'lmaydi, qo'l tegmini kichkina masalalarni shug'ullanish hokimiyatlar, который hech kim saylamagan, o'zligini o'zi saylagan hokimlar sizni sanlagan, bizga hammamizga qaror chiqaradi. Yo'q, hech narsa, sharabar. Men yoshim bir joyga borgani tufayli men bulardan quruq yer, bir parcha yer so'rayapman. Yozma ravishda, har qanday 10 xizmat orqali ham so'rayapman. Shunaqasi yo'q, ifsho deyishyapti. Nima uchun? Auksionmish. Mayli, hozir auksion bo'lsa qaytamiz. Men nima bunaqa oxirat kelib qoldi, azizlarim. Men yaxshi biznesmen edim. 17-yili, 29-martda Uchtepa tuman jinoiy sudda meni foydamga 77.400 AQSh dollar moliy mulkiy zarar undirilsin dedi. Azizlarim, shu kungacha kelib qisqaroq bo'laman, harakat qilamiz, vaqtincha olmaslikka hech qanaqa 77 dan 7 ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa undirilmadi, qoplanmadi. Hech yo'q. Shu ham sudmi, shu ham prokuraturami, shu ham idora tashkilotmi, qaraytinglar, g'irt mazaylik u. Ertaga sizlarning boshingizga nima sizlarning boshingizga nima tushadi? Nima kutyapti sizlarni? Qanaqa oxirat kunlari, qanaqa kunlar? Men bilmadim, sizlar o'zingizga savol beringlar. Nima uchun mana ko'ryapti organlar ko'rsa, etsin. Men nohaq bo'lsam, men jinoiy javob tortishsa, 77.400 yo'q, 9 yil bo'ldi. Uni aylantirganda bilasan, 1 million 2 million 3 million dollar bo'lgan bo'lar hozir menda. Men shu sababli vatanimni uzoq shimolda Usmon Nosir halok bo'lgan shahar Magadan degan oqaylarning shaharida uyimni barpo etdim deb o'sha topgan pullarimga shimolda bu yerda demak haligi Toshtirma eski mahallasi bir joy qildim, majbur bo'ldim sotib olishga. Yotib yegan toj chidamaydi. Yo'qchilik, bildingizmi do'stlarim? Yaxshi gapirishadi tepadaglar hokim. Vazirlar, hokimlar, lala tapalar, da. Shu bilan yo'qmi hech narsa, majbur bo'ldim imorat sotib olishga. Hozir 3 xonali kvartira hujrada, men buni vatanda yetolmayman. Hujra vatan deyolmayman, demayman, deyishga ham tilim bormaydi. 3 xonali hujrada o'lim kutyapman. Men buni so'rayman qo'sha. Menga beringlar, iltimos bir parcha yersam, bunisi har qanaqa nimalar bir tinga olmaydi. Chunki o'zini boshidan o'tmagandan keyin bilmaydi nimaligini, bildinglarmi? Yo'qchilikmi? Yaxshi korrupsiyaning qurboni aylandim men. Toza va g'irt korrupsioner. Endi nima qilish kerak? Men murojaat qilib yozma ravishda og'zaki har qanaqa turli oxiri Yunusobod hokimiga kelib chiqdi, Yusupni ham bu nima desam bo'ladi? Zo'ravon va buning Allohni g'azablantiruvchi uchun Allohdan so'rayman. Bu bola yashasin yoki yashnamasin. Asosiysi meni yoshimga kim menga yordam bermay, amaliy yordam bermaydigan bo'lsa, meni yoshim yetmasligini hammasini so'rayman. Hamma barchaga shunaqa tilayman. Потому что men qilgan hayotda yo'limni salla qilmagan, qila olmaysanlar. Sabab 15 yoshimda zavodda ishladim. 3,5 yil toker bo'lib, Islom Karimov mana ishlagan. O'sha sizlar prezidentinglar. O'tkir Sultonov bosh vazir marhum. Men ustozim masterim bo'lganlar. Zavoddan keyin qurilishga o'tib ketdim. 66 yer qimirladi. Duradgor bo'lib. Hammani davlat da'vat qildi. Qurilishga o'tdinglar, yer qimirladi. O'tga borib duradgor bo'lib, o'tda zavod qurib, mehnat qilib toblanganman. Nima qilish kerak? Qani azizlar, keyin Mirabro Usmonovni biz kooperativ bitirdik. Savdo nimasini. Menga bir magazin kota direktor lavozim berishdi, direktorlik. Bir ikkita uchta sotuvchilar qo'lga tushdi. Uyda yeb qo'y, u paytda mana korrupsiya bor. O'sha paytda ozgina bo'lgan ekan. Yeb qo'ygan OBXga berib, hali sotuvchilar rabochiy bechara qamoqdan chiqarib oldim-da, o'zim ish qoldi uzoq shimolda o'sha Magadanga. O'sha shimolga ketib bordim, pora yo'qmadi. 48-50 sovuq bo'lsin-ki, lekin pora degan narsa ne хочу. Oldi berdi birovlarni rizq nasibasini yeb deyishmi, boshqa deyishmi, halollik ko'rganman. Eski kommunist odam, bizlar u paytda kommunist chestniy bo'lardi, bildi. Karimov aytgan bir kun partiya yondiramiz, yoqamiz dedi. O'shanda o'ydagi bolalarim olib yoqib olishibdi, bilmaslar. Komsomolskiy veritlarim bor. Halol chestniy odam emaslar. Endi men korrupsiyaning qurboniga aylandim mana 70 yo'q. Umarat qurdim. Yotib tochi o'sha shimolda topgan butgan imoratni majbur bo'ldim sotib olish, o'sha pulni yeyishga va mana 3 xona hujrada o'lim kutyapman. Xo'p, men so'rayman, rosa ya'ni Yunusobod hokimi o'rinbosari yo'q deb bo'ladi. Men u bolaga bitta narsa, yashasin, lekin yashnamasin.
va asosiysi mani yoshimga yetmaslik so'rayman. Chunki bu aqlli bola bo'lganda, aqlli to'xta yoshi ulug' ekan, erta ketib qoladi. Xudo asrasin. Bizlarni ham shu yoshga yetkazsin, Alloh taolo shunaqa qiladi. Qayerda qiladi? Buni qara-ku, mani 10 ta duo qiladigan poralarda qilib sharabada. Mani qo'limda 8 ta 9 ta hokimlar qo'lga tushib, qamalgan, sudlanganlari bor. Hujjatni hammasi oyga qo'yganman. Hokimlarni. Birortasi ishonmayman. O'zini o'zi saylaganmi, bo'ldi. Bir tiy bilan bunaqa hokimlarni bor. Endi iltimos qilaman, menga bir parcha yer berishni so'rayman, talab qilaman. Qandaydir Shavkat prezidentimiz uzoqdan kelganda aldab kirib qo'l qo'ydirib olishgan. Men auksion qilamiz, xalqqa sotamiz desa, mayli deydilar. Chunki prezident bo'lish oson emas, juda mushkul, og'ir mas'uliyat ish, juda ham og'ir. Chunki 50, 60, 70 bir necha o'nlab davlatlar bilan borib kelib, podshohlar bilan uchrashuv, unga fikrlar, tuyg'u bo'lish kerak. Undan tashqari chegarani orqasida dushmanlar bor, poylab turibdi bizlarni, to'g'ri? Juda ko'p prezident vakolati. Shuning uchun olib kelib, u kishi ham yaxshi chuqur shuma qo'l qo'yib auksion qo'rlar, to'g'ri qildilar endi. Lekin bular nima qiladi? Albatta o'zini foydasiga. Auksion deganda, ya'ni olib tadbirkorlik qiladi, balo qiladi, o'sha yer bir parcha yer qimorga o'xshagan kim ochdi savdosi, boshqacha aytganda. Azizlarim, mayli, men ham shu auksionda ham ishtirok etaman, ammo lekin ularda ham menga o'xshab 200 mi, bo'lmaganda 100, 200, 300 men qo'limdagi minnatdorchilik xatlari bormi? Menda juda ham ko'p. Buni hamma rahbarlar biladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Respublika xalq qabulxonasi ana Lazbiyaniki ko'rdi, voy dahshat, gap yo'q, bilaman. Hammasi taniydi, hurmat qiladi hamma deydi. Abdul Hakim nima? Senator. Вообще so'raydi meni. Abdul Hakim akadan. Ular ham hammasi ko'rgan. Qatta bu insonda. Bilasizlar, men ko'p o'yladim. Qayerda menda shuncha fikr, taklif, g'oyalar. Ko'p o'yladim. To'xtab turib, men dedim, bu bilasizlarmi, o'qiyapman kitob, to'g'ri, ko'p, lekin o'ris yevreylar bilan olishuvlarni o'shadan o'tgan, nima ko'p fikrlar qabul qilyapman. Ko'p joyda ruschasiga, ivanchasiga men fikr yuritaman deb shunday qilaman. Shulardan da hisoblayman, o'shani hisobiga menda shunaqa taklif, g'oyalar juda ham yuksak darajada bo'lib ketgan. Juda ham ko'p minnatdorchilik qildim. Vahshiy, dahshat. Anaqa deputatlarni qolishi отлично, senatorlar, все приказlar nima qiladi? Qani, menga o'xshagan inson bormi? Ya'ni shuncha taklif g'oyalar bilan 150 mi, 100, 200 mi qancha minnatdorchilik xati bor. Qani xalqqa, vatanga qanaqa qilgan xizmatlari uchun mana shu minnatdorchilik xat bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni o'shani ishg'ol qilgan davlat rahbarlari bormi? Bo'lsa auksionda aralashamiz. Bo'lmasa u auksion bir tiyinga qimmat. Noqonuniy o'zini odam chiqadi, harom pulni topgan davlat tiqiblarni desa, bu O'zbekistonga eskishi, bu hali unaqa ko'rdik qilib yuboramiz deb o'yin qilishadi. Qanaqasi? Qani kelishdikmi? Auksion bo'ladi, faqat menga o'xshab o'sha men bilan teng bo'ladi, teng bo'lsin auksion. Ya'ni ularda ham fikr, taklif, g'oyalar bilan keladi. Aks holda seni takliflaring sanlarniki bir tiyinga qimmat. Undan tashqari qandaydir qarorlar, har balo nima deydi, nizom bir balolar, asosan qonunlar, qarorlar hammasi uzoqdan viloyatga kelib oladi-da. Samarqand, Buxoro, Qashqar, Surxondaryoda bu yerga qo'l qo'yishadi. Toshkentga hamla qilishga Toshkent. O'zingni viloyatiga chiqar, menga nima aloqam bor? Я не признаю тебя. Не хочу и никогда не буду признавать. Hech qachon tan olmayman sanlarni. Sanlar yaxshi odamsanlar, men yomon demaman, lekin menga haqqing yo'q sanlarni. Hech qanaqa. Mana o'zimni Toshkentlik bo'lsa bor, Toshkent hech qachon amalga mansabga intilmagan. Hammasi Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Baloibatdan o'qib, nima bo'lishar kerak? Har xil lavozim ega bo'lishar kerak, lekin nizomlar, qonunlar qo'l qo'yishar kerak. O'zing qo'ygan menga ne deysiz, noqonuniy menga, tushundingmi? Hammani maqsadi Toshkentga hamla qilish, nima deydi, okupировать Toshkentni. Maqsad shu yoqqa hujum, to'g'rimi? Tan olish kerak. Mana shundan boshladi. Mahalla raisi qilishlar, 5 yil bo'lsa bo'ldi, rais bo'lar. Mana masalan mahalla raisga Surxondaryoga yo bo'lmasa Buxoroga borib rais bo'lishga hech qanaqa haqqim yo'q. Hech qanaqa. Men o'ta azaliy urf-odat, qadriyat anlanish hech bilmayman, qanaqa qilib bo'laman. Sanlar ham bilmaysan, qanaqa bo'lasan. Shu noqonuniy rais bu 5 yil bo'lsa bo'ladi. Hech qanaqa 50, 60, 70 yil bo'lish kerak.
Chunki bitta mahalladosh qamoqdan chiqib keladi, 30 yil o'tirib qamoqdan, yo bo'lmasa chet elda xorijda ko'p ishlab 25-30 yil boshqa bir fuqaro qaytib keladi, bilmaysanlar-ku. Va bu o'rnatilishlar, bu noqonuniy. Shuning uchun menga qo'llanadigan qarorlaring faqat mahalliy insonni qo'li bilan bo'lsa, men o'shanda anaqa qilaman. Kelib olib kecha 10 yil, 15 yil bo'ldi, propiska qilib olib Toshkentga, men Toshkentga quloqqa tepmalaring, davay bir-biringni qulog'ingga tepib turgin. Men Rossiyada yashab, Moskvada kvartira bo'lib va ruslar boshiga urib, yaxshilab jag'ini sindirib kelgan odamman. Ayniqsa uzoq shimolda har qanaqa bandit gazandalar. Shuning uchun sizlarni menga bir nimaga bo'lsa kelib Toshkentga kelib zo'ravonlik qilmalaring, xo'pmi? O'zingni viloyatingni borib qilasan o'sha. O'zing bizada maftuniman nima deydi? Qishloq oyog'ini bosib oldi deydi, turg'az deyib ketgan kinoda-chi oxirida o'rtasida. O'shanga o'sha menga o'sha uzoqdan kelib turib menga aql o'rgatdi. Xo'p, xudo xayri ber. Men yana qaytaraman oxirida. Men shuni aytmoqchimanki, ishtirok etadi faqat nima deydi, menga o'xshab 100 ta 200 ta kamida. Men deydi, masalan 250-300 ta. O'sha ishtirok etadigan ham 150 ta 200 ta bo'lish kerak kamida. Auksionda ishlar. Bo'lmasa noqonuniy hamma teng-tengini somon teng posti bilan deydi. Men auksionda anaqa qarori yo'qlar bir ishtirok etsa va qo'lda qarori, g'oya, takliflari borlar bir ishtirok etsa. Ana bu teng bo'ladimi axir? Всё, rostdan kerak. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga tinglaganingizga. Kelishdik. Menga bir parcha yer ajratib berishni so'rayman o'limlikka. Bu biznesga emas, sizlar faqat pul qilaman, soha qilaman, haligi biznes qilaman, haligi nima deydi, tadbirkorlarga sotaman deb. Sotaver, bir-biringlarni go'shtinglar yeylar. Lekin meni qo'y oxirgi yo'limga, 80ga boradi, spokойно keting nariyoqqa, xo'pmi? Bir parcha yerim bergin, men Toshkentda, Samarqand, Buxoro, Xorazm so'ramayapman. Bilaman, hamma maqsading shu, ota-buvingni yerini, go'rini tashab Toshkentga kelib olib. Men hech qachon milliard bersa ota-buvimni go'rini tashab kelib, meni aybim shuki, o'sha yerda tug'ilgan ekanman. Nima qilay? Sani aybing shundaki, o'sha Buxoroda, Samarqandda tug'ilgansan, yo bo'lmasa Surxondaryoda, u sani aybing, это твои проблемы. Zато ular ota-bobo tashab Toshkentga boradi, Toshkentda bo'lib ketsa. Kelishdik. Ya'ni auksionda ishtirok etadi. Menga o'xshab 150, 200 ta, 300 ta, mendaka 250 ta, 300 ta taklif minnatdorlik xatlari borlar va yana boshqa auksion bo'ladi. O'ta shunaqa taklifi yo'q, harom pullar ishtirok etadi. Kelishdik, magazin qilasanmi yoki market qilasizlar, sizlar shaxsiy ishinglar. Menga o'limlikka o'zimga bir parcha yer. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Azizlar, davay.